Ijarada turadigan uyimni shkafini buzib qo'ydim. Yo'q, nabarot, buzilgan shkafni to'g'irladim. Bilasizlarmi, o'rtoqlar, shunaqa rolikli eshigi bor shkaflarda oyna o'rta qismida turadi, tashqari tomonda turadi. Meni shkafimni bilmayman, nimagadir ichkari tomonda turardi. Yuragim siqib oxiri shu narsani to'g'irladim. Uy bo'lka qilishdan oldin birinchi bo'lib shuni to'g'irlashga qaror qildim. Lekin bu shifonerda eshigi shunaqa og'ir ekan, belim og'rib qoldi. Asabimga tegib, plysos ham ishlamay qoldi. Keyin bo'lsa shipirgida hamma yoq shipirib chiqib, bolalarimni artib, changlarimni artib, hamma yoq duborka qilib, освежитель sepib qo'ydim. Hammomim bilan tualetimni aytmasda ham bo'laveradi. Odam yashasa, yashamasa, eng ko'p chang bo'ladigan joy shu bo'ladi, o'rtoqlar, bilasizlarmi? Men bu kafil bo'lsa, cho'milsam, suv sachilsa dog' bo'lib qolaveradi. Sizlarda ham shunaqami? Shu kafil dog' bo'lib qolmasligi uchun qanaqadir life-hack bilsalaring, kommentariyada yozib ketinglar. Shu life-hackni qilay. Yomon asabimga tegadi. Doim dog' bo'lib qoladi. Har safar cho'milgandan keyin yuvib chiqishim kerak. Yuvmasdan qoldirsam, dog'lari qatib qoladi. Domda eng yaxshi ko'rib qiladigan ishim bu tualet tozalash. Bilmadim nimagadir unitaz tozalashni rosa yaxshi ko'raman. Oppoqqina bo'lib tursa maza qilaman-da. Ko'pchilik o'tgan safar perchatka kiying, qo'lingiz yomon bo'lib ketadi degan uchun safar perchatka kiyib tozaladim. O'rtoqlar, sizlar ham uy tozalaganda eng yaxshi ko'rib qiladigan ishinglar qaysi biri kommentariyada yozib ketinglar. Misol uchun menda uy tozalaganda unitaz tozalashni yaxshi ko'raman. Boya aytganimdek, sizlarga gapirguncha uylarimni ham tozalab qo'yibman va nihoyat ko'nglim joyiga tushdi. Sizlar yaxshi ko'raman. Bay bay.